NH2 NO2 ga qo'yamiz. Ya'ni ular 4 ta bo'ladigan bo'lsa, S4 H2 ga ko'paytirsak 8, kislorod qo'shamiz O2. S4 H8 O2. Javobimiz mana A javob bo'lar ekan. Keyingisi bolalar, biz masalan shart bo'yicha chumoli kislota deyilyapti. Uglerod atomlarining oksidlanish darajasi va gibridlanish turlarini ko'rsating deyilyapti. Demak, quyidagicha yozib olishimiz mumkin chumoli kislotaning tuzilishini. Demak, bu 7-savol H uglerod, kislorod, OH holatda yozib olaman. Demak, bolalar, mana bu sigma bog', bittasi sigma, bittasi pi bog'. Mana bu ham bittasi pi bo'ladi sigma bog', yakka bog' holatda bo'lsa, mana bu ham sigma bog'. Demak, bolalar, bitta sigma, ikkita sigma bog' bor. Mana bular 3 ta bo'lar ekan. 3 ta sigma bog' bo'ladi bo'lsa, bitta oshib qolgan. Demak, uglerodda gibridlanishi sp2 holatda bo'ladi. Endi umumiy tuzilish bo'yicha yozib oladigan bo'lsak, oksidlanish darajasini topib olishimiz mumkin. SOH holatda yozib oladigan bo'lsak, hop, +1 -2 uglerod +2 holatda bo'ladigan bo'lsa, mana buni o'chirib turadigan bo'lsak, uglerod topishimiz kerak. Hop, kislorod -2 vodorod +1. Endi o'zaro qisqartiramiz. +1 +2. Bu yoqdan +2 bo'ladigan bo'lsa, -2 -4. Endi +2 -4 bo'ladigan bo'lsa, -2 bo'ladi. Bu yoqqa uglerod bitta bo'lgani uchun uglerod tomonga o'tganda -2 +2 bo'lib o'tadi. Ya'ni uglerodning oksidlanish darajasi +2 ga teng bo'ladi. Gibridlanish turi esa sp2 bo'ladi. Demak, mana shu javobni olishimiz kerak. +2 sp2 gibridlanish turi mana B javobga to'g'ri kelar ekan. Keyingisi 8. Sirka kislotada nechta sigma va nechta pi bor deyilyapti masalan sharti bo'yicha. Demak, umumiy hisoblab olishimiz kerak ekan. Sirka kislotaning umumiy empirigi SH3SOH. Endi tuzilish bo'yicha yozadigan bo'lsak, SH3 radikalini quyidagicha yozib olishimiz mumkin. Uglerodga 3 ta vodorod biriktiramizda. Endi SOH radikalini, ya'ni karboksil guruhni biriktirishimiz kerak. Kislorod OH. Endi masala sharti bo'yicha nechta sigma, nechta pi deyilyapti. Yakka bog'lar doim sigma holatda bo'ladi. Qo'sh bog'lar bittasi sigma, bittasi pi bo'ladi. Yakka bog'lar aytib o'tganimizdek sigma holatda bo'ladi. Yakka bog'larimiz, sigmalarimiz 4 ta, 5 ta, 6, 7 ta. 7 ta sigma bor va bitta pi bog'imiz mavjud. 7 ta sigma, bitta pi. Mana javobimiz B javobga to'g'ri kelar ekan. 10-savol xuddi shunga o'xshash. 11-savol. Karbon kislotalari qaysi sinf vakillari bilan sinflar aro izomer deyilyapti. Demak, qaysi sinflar bilan sinflar aro izomer bo'ldi? Murakkab efirlar. Murakkab efirlar bilan sinflar aro izomer bo'ldi. Javobimiz C. Xo'p, qaysi moddalar karbon kislotalarga mansub deyilyapti? Demak, karbon kislotalarning umumiy formulasi radikal SOOH ga to'g'ri kelishi kerak, hurmatli abituriyentlar. Xo'p, demak, mana bunda karboksil guruhi yo'q. SH2OH bor, uglerod bor. Demak, bir javob to'g'ri kelmaydi, bolalar. Ikkinchisida mana karboksil guruh bor. SOOH ko'rib turganimizda mana karboksil guruh turibdi. Karbon kislotaga mansub 2 to'g'ri. 3 ta yo'q. SHO bor, aldegidga o'xshatib. Formaldegidga o'xshatib. Demak, 3 chiqaramiz va 4-da mana karboksil guruh turibdi. Ko'rib turganinglardek mana karboksil guruh turibdi. Demak, 2 va 4-moddalar karbon kislotalarga mansub. Javobimiz D javob bo'ladi.